Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi kichkinagina bir obzorimiz, hop, ofisda nima joylashganligini ko'ramiz. Bu hozir qo'limdagi iPhone ga o'tdim. Hop. Bu bitta telefon. Hop, ikkinchi telefon, uchinchi, to'rtinchi telefon. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mikro bloger bo'laman deb o'zimcha shunaqa shkiflar olganman. Mana bo'lsa ikkinchisi telefonni ushlab turib, stabilizatsiya holatini ushlab turadigan. Hop. Undan tashqari studiyniy mikrofon. Mana bu ko'rib turgan bo'lsanglar o'zingizlar, zo'r kompyuter, juda ham kuchli protsessor bilan birga ko'rayotgan bo'lsanglar, Acer firmasidan notebook olganmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerda Nico firmasidan 3000 talik zo'r. Даже 3000 talik emas, adashimman, 5100 talik. 3000 taligi sal bundan bor edi. Unisini sotib 5100 ligini olgan edim. Hop, telefonlarga kelganda holatda, hop, A31, Ultra 24, iPhone 14, iPhone 15, hop va Avotkan Ray-Ban firmasidagi hozir taqilib turgan holatda ochki. Shu holatda ko'rilgan holatda hamma aytishi mumkin, bloger bo'lish mumkin oson deb. Lekin shu narsani bilib qo'yinglar. Har bitta insonga mana shu ham xarajat, bu ham, bu telefonlar ham hammasi xarajatli. Men aytmoqchimanki, xullas, agar o'zingizlar uchun, kelajak uchun bu narsa qilmoqchi bo'lsanglar, asta-sekinlikda hamma narsaga erishinglar. Birdaniga bu narsalarni, ko'p narsalarni xolab tashlash va kreditga olish men maslahat bermayman. Shunaqa holat. Sog'-omon bo'linglar, ko'rishgunimizcha. Hozir atilabdan haylashib qo'yamiz sizlar bilan, chunki men tachkida turibman. Sog'-omon bo'linglar, ko'rishguncha.